Janobsan hali ishga kelmabdilar. Zitanjan, tepada seni kimdir chaqiryapti. Zitanjan, sen nimadandir qutulishni qanchalar xohlasang, men shunchalar bunga yo'l qo'ymayman. Agar xonim aytmaganda, seni bunda yaxshi yashayotganingni ona bo'lsam ham bilmas ekanman. Buni qarang. Nega keldingiz? Akangga pul kerak. Menga ozroq pul ber. Menda pul yo'q. Qizim, ishlayapsan-ku, qanaqasiga puling bo'lmasligi mumkin? Yaqindagina ishga joylashdim. Qayerda menda pul bo'lsin? Bu oy ijara haqini zo'rg'a to'ladim. Duduni ham bog'chasiga to'la olmay qolishimga sal qoldi. Iltimos, keting. Oyi, menda chindan ham pul yo'q. Bo'lmagan gapni gapirma. Agar puling bo'lmasa, ana bu haromiyni dadasidan so'ra. Unda aniq bo'ladi. Aytgandim-ku, otasi kimligini bilmayman deb. O'zingni bilmaslikka olma. U haromi katta bo'libdi. Qanaqasiga bilmaysan? Meni dadasini oldiga olib bor. Qani, yur, oldimga tush. Qo'yib yuboring meni. Nima qilyapsiz? Yur dedim senga. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Ha. Men u kimligini bilaman. O'shanda men faqat pul uchun yaqinlashganman. U qarzga botib, chet elga qochib ketgan. Agar qarzdorlar buni bilsa, qarzini siz ham birgalashib to'laysiz. Tushundingizmi? Siz ham to'lashga majbursiz. Voy, sen zarar kunanda. Kompaniyaga kirib olib. Boylarning hayotini buzishda davom etyapsanmi? Bu yerga ishga kirib olib, Oyim janjal ko'tarishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Men o'zimga badavlat yigit topganman. Endi ketishingiz mumkin. Hop, ketdim. Esingda bo'lsin, eng boyini tanla. Qalin puli ham ko'proq bo'lsin. Akangga uy olishim kerak. Esingdan chiqmaydimi, Esingda tursin, xo'pmi? Mana shuni yodingda saqla. Xonim boyvachchalarni qamoqqa iladiganlardan deb o'ylamagandim. Demak, Dudu ham kichik xo'jayin emas. Uning otasi bor ekan-da. Zitanjan kompaniya xodimlariga qo'shimcha tibbiy sug'urta sotib olmoqchi. Bir hujjatni to'ldirishing kerak. Xo'p, bo'ladi. U darrov o'ziga boyvachcha topib olibdi-da. Mana. Rahmat. Janobcha, kiyimni qaytarishga kelgandim. Janobcha, Zitanjan, siz kadrlar bo'limi menejerining oilasi borligini bilasanmi? bilaman. Bilasan? Demak, pul uchun hatto o'ynash bo'lishga ham rozisan, ha? O'sha erkak senga bolali bo'lishing uchun qancha pul berganida, men senga 2 barobar ko'proq beraman. Men bilan birga bo'l. Janobsan, men siz o'ylagan ayol emasman. Million. 10 million. Nima bo'ldi? Ha? Boy yigit topmoqchi emasmiding? Jang guruhidagi eng boy odam men bo'laman, bilib qo'y. Shunday ekan, o'sha men bo'la qolay. Oyim bilan gaplashganimni eshitdingizmi? Zitanjan, bu jirkanch o'yinlaringni yig'ishtirganing ma'qul. Kompaniyamda bunday munosabatlar qat'iyan taqiqlangan. Tushundim.
Menga nima bo'lyapti o'zi? Pul uchun hatto bolali bo'lishga tayyor bo'lgan ayolga qanaqasiga qiziqib qoldim, ha? Janob Tsiyan. Tsi Tian hozirgina ishdan bo'shash haqida ariza topshirdi. Ishdan bo'shadimi? Ketsa ketar. Menga nima? Yo, bu nima? Xo'jayin. Bu kichik xo'jayin-ku. Bu Dudu. Demak, Dudu meni o'g'lim. Unda nega Tsi Tian bolani pul uchun tuqqanini aytdi? Yana Duduning otasi bankrot bo'lganini aytdi. U onasini aldabdi-da. Men esa ishonib yuribman. Qayerga ketdi endi? U butunlay ishdan bo'shadi. Uni uyiga boramiz. Xo'p. Oya, nega xafa ko'rinasiz? Keling, sizni quchoqlab qo'yaman. Quchoqlasam o'tib ketadi. Nima bo'lsa ham Duduyingiz doim siz bilan birga. Menga hech narsa qilmadi. Rahmat. Yur, endi ketamiz. Singilcha, anchadan beri ko'rishmadik. Nega keldinglar? Eshitishimcha seni kompaniyadan haydashdi. Nomussiz qiz. Yana senmi? Yujin, meni tinch qo'yishing uchun nima qilishim kerak? Kim senga Mubay akam uchun menga qarshi chiqishga ruxsat berdi? Hoy, nomussiz! Xonim bilan ertalashishga qanday xating sig'di? O'zingga bir qara, kimsan o'zi? Oyimni urishga haqqingiz yo'q. Yana shu haromimi? O'tgan safar bog'chada meni sharmanda qilganding. Bugun senga ko'rsatib qo'yaman. Nima qilmoqchisizlar? Menmi? Men senga munosibani topdim. U seni bolang borligiga qarshi emas. Darhol nikohdan o'tsangiz bo'ldi. Sen hoziroq qaytib borasan. Bu haromaga kelsak, to'g'ri yetimxonaga jo'natamiz. Duduni jo'natishlariga yo'l qo'ymayman. Buni sen hal qilmaysan. Titan. Bu safar Mubay akang seni qutqargani kelmaydi. Janob, sendan yordam so'rasam, bu safar meni qutqararmikan?